Qo'rsqi bekmi ichib ketgan tuklik qurut. Ay nur chechib turgan bir tal yupurmoq ustida intayin kichik bir tal tuxum bor ekan. Yakshanba kuni saharda illiq quyosh ko'tarilibdi va chip qilgan bir ovoz bilan tang ham kichik, ham qo'rsqi intayin ichib ketgan bir tuklik qurut tuxumni yerib chiqibdi. Tuxumdan chiqqan tuklik qurut atrofga qarab yeydigan izlashga boshlabdi. Dushanba kuni u bir tal olmayapti. Biroq uning qo'rsqi yanada to'ymabdi. Seshanba kuni tuklik qurut 2 tal nashput yebdi. Biroq uning qo'rsqi yanada to'ymabdi. Çarşamba günü tuklik qurut 3 tal oluvchi yebdi. Biroq uning qo'rsqi yanada to'ymabdi. Payshanba kuni tuklik qurut 4 tal bo'ljurgan yebdi. Ammo uning qo'rsqi yanada to'ymabdi. Juma kuni tuklik qurut 5 tal apelsin yebdi. Biroq uning qo'rsqi yanada to'ymabdi. Shanba kuni tuklik qurut 1 tal marujna, 1 kesim pizza, 1 tal kolbasa, 1 kesim pishloq, 1 tal sapoqliq kamput va 1 tal tort yebdi. Tuklik qurutning qo'rsqi toza og'rib ketibdi. Atsi yakshanba kuni bo'pti. Tuklik qurut 1 tal yap-yeshil va yumran yupurmoq yebdi. Shuning bilan u intayin rahatlanib ketgandek his qildi. Uning hozir qo'rsqi ancha oshmaydigan bo'pti. Chunki u burunqi kichik tuklik qurt emas, balki ham yo'g'on, ham semiz bir tuklik qurtga aylanibdi. U bir kichikkina uy yasabdi. Ondan o'zini g'o'zak ichiga solabdi. U g'o'zak ichida 2 haftadan ko'proq turgandan keyin g'o'zakni teshib chiqibdi. Vay! G'o'zakdan chiqqan tuklik qurut hozir intayin go'zal bir kepinakka aylanibdi.